Yuring, chiroyli yuring, pok yuring, zo'r atir seping. Bundaqa ezib sepiladigan atirni sepib bo'lmas. Ular ichida spirti bor. Nima spirti bo'lsa? Kim aytdi sepib bo'lmaydi shu narsa? Meditsinskiy spirtni ochiqdan-ochiq surkab ishlatyapti-ku. Ko'milmasdan turib bemalol namoz o'qib bo'ladi. Bunga nima deysiz bo'lmasa? Bansada yotganlar o'sha ukolini oladi, ustoshiga tegadi, badaniga tegadi, turib namozni o'qiyapti. Nima bo'ladi? Spirt badanga surkashlik harom degan narsani kim qatdan topa olmaydi? U harom emas-ku. U meditsinskiy spirt, u dori u. Harom bilan spirtni nima farqi bor? Shumalik bilan tuyachalik farqi bor. Undan ham katta farqi bor. Bu vobshim boshqa narsa, bu umuman boshqa narsa. O'sha chala bilimdon, dinini bilmagan, kitobni o'ngini tesini bilmaganlar chiqib olgan gaplar.